Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz musofirda yurgan birodarlar, sizlar mening diyorim kanalini kuzatib bormoqdasiz. Sizlar bilan men Muhriddin Muhammadjon o'g'li. Azizlar, bugun e'tiborlaringizga aprel oyiga Moskvadan O'zbekistonga bo'ladigan eng arzon aviabilet narxlarini e'tiborlaringizga havola etaman. Kimda kim bizdan sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan WhatsApp nomerlariga bemalol murojaat qilsalar ham bo'ladi. Bundan tashqari kimga kirdi chiqdiga arzon biletlar kerak bo'lsa, granitsa qilib kelish uchun arzon biletlar ham qilib beramiz. Xo'p, arzon bilet narxlarini kuzatib borish uchun Telegram gruppamizni silkasini kommentariyada qoldiraman. Silka orqali o'tsalar ham bo'ladi. Telegramga mening diyorim deb qidirtirsalar, mening diyorim gruppasi ham chiqadi. Xo'p, qani bo'lsa aviabilet narxlarini e'tiborlaringizga havola etaman. Xo'p, Moskvadan Vodiyga azizlar, ya'ni Namangan, Farg'onaga azizlar, Namanganga, Farg'onaga narxi bir xil. 11-apreldan 30-aprelgacha 9300 rubldan 20 kilo bagaj, 8 kilo rushnoy bilan. Xo'p, Moskvadan Toshkentga azizlar 10-apreldan 18-aprelgacha 11000 rubldan 32 kilo bagaj, 8 kilo rushnoy bilan bo'ladi. Xo'p, Moskvadan Samarqandga azizlar 11-apreldan 26-aprelgacha 9500 rubldan 13000 rublgacha bor. 9500 rublilari 20 kilo bagaj, 10 kilo rushnoy shunaqa. 13000 rublilari 32 kilo bagaj, 8 kilo rushnoy shunday. Xo'p, Moskvadan Urganchga va Nukusga ham narxi bir xil. 10-apreldan 29-aprelgacha 9300 rubldan 23 kilo bagaj, 8 kilo rushnoy bilan. Moskvadan Buxoroga ham bor. 11-apreldan 28-aprelgacha 9300 dan 11300 rublgacha bor. 23 kilo bagaj, 8 kilo rushnoy bilan. Xo'p, Moskva Termiz, Moskva Navoiy deb tanishtirmadim, chunki qimmat. Kimga qiziq bo'lsa, Termizga hozir biletlar 15000 dan bo'lyapti, Navoiyga ham 13000, shunaqa jicha qimmat. Shuning uchun Navoiylar Buxoroga uchsa bo'laveradi, arzonroq tushadi. Hozircha shular. Yana bir bor takrorlab o'taman, kimga granitsa qilib kelish uchun arzon biletlar kerak bo'lsa, granitsa qilib kelgan arzon biletlarimiz bor. Telegram gruppamizni silkasini kommentariyada qoldiraman. Silka orqali o'tsalar, o'sha yerda aksiya arzon biletlarning narxlarini chiqarib boraman. Kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentariyada yozinglar, WhatsApp orqali yozinglar. Inshaalloh hammaga javob qaytarishga harakat qilamiz. Kimda kim bizdan sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan WhatsApp nomerlariga bemalol murojaat qilsalar ham bo'ladi va Rossiyaning boshqa territoriyalaridan ham inshaalloh O'zbekistonga arzon biletlar qilib beramiz. Kanalimizga podpisatsiya bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana Muhriddin aka registratsiyadan o'tib oldim, rahmat. Problema bo'lgani yo'q.